Mana hurmatli chorvalar akalar, mana labilgidan chiqarilgan suylusimiz mana. Nihoyatda Jaguar kombayn urganday chiqargan. Mana donlarni hammasi deyarli maydalangan. 95% maydalangan-da. Endi ozroq qolgan bo'lishi mumkin, hozir ko'ramiz. Bitta yarimta qolgan, lekin asosan mana donlarni o'zi ko'rib turibsiz. Maydalanib o'zim sinab ko'rdim sigirimda. 10 ta, 15 ta, 12 ta zo'r yemlarni zo'rini berganimda 16 ta sut berayotgan sigirim. Mana shuni yegandan keyin, mana shuni chiqarib bergandan keyin 18 ta, 19 litrgacha sut bergan. Hozir tinim davrida sigirimiz. Donsiz silus berib turibmiz. Mana sizlar uchun donli silusni chiqarib ko'rsatdim. Nasib qilib ko'ringlar. Foydasi bor, juda foydasi yaxshi. Bir berganingizda 70% donini axlatga chiqarsa, undan yomoni yo'q. Bundan ko'ra erinmasdan shuni chiqarib bersa, foydasi bo'ladi. Hamma don ezilib ketgan deyarli. 95% don ezilgan. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan qiziqarli videolar hali oldinda chiqib qoladi. Surxondaryo bozorini hamma chorva bozorlariga borib sizlar uchun yo'lamiz.